Tayvanda Guantanamo'ga qamalgan Uyg'urlar haqidagi film ko'rsatildi. Bu film Tayvanda 9-oyning 5-dan 10-oyning 5-gacha bir oy davom qiladigan 2017-yillik Yaylaq madaniyati film festivalida qo'yilgan. Mazkur filmda ayni davrdagi dunyoviy terrorlikqa qarshi urush to'lqini sababli 22 nafar Uyg'urning beshiga kelgan baxtsizliklar yuritilgan bo'lib, Guantanamo'ga qamalgan Uyg'ur tutqunlar bilan o'tkazilgan bevosita ziyorat xotiralari va naq maydon hujjatlik materiallar asosida ishlangan. Rejissor mazkur filmda Uyg'urlarning ayni chog'dagi dunyo vaziyatining qurbonlariga aylanganligini, garchi ularning gunohsizligi Amerika tarafidan isbotlanib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning ular davomli holda terrorchi deb kelganligini jonliq va hujjatlik paketlar bilan bayon qilgan. Shundaqla Uyg'urlarning siyosiy vaziyatini intayin tushunishli qilib yo'ritib bergan. Xitoyning islom diniga qilayotgan haqorati haddidan oshdi. 24-sentabrdagi bir shohidning ovozliq bayonlariga asoslanganda Korla, Aqsu qatorliq viloyatlardagi mahalla komitetlarda yig'in ichib, aholilar a'zolaridan uylardagi Qur'oni Karim, jay namoz, dinga aloqador kitob qatorliqlarni masjidlarga topshirishni, masjid hay'atlari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'nchoq organlariga topshirib berishni, agar o'zligidan topshirib kengchilikka erishish yo'lida bo'lmaganlar bayqilib qolsa, ig'irlatib jazolanadiganligi haqida ogohlantirilgan. Aholilarga ichilgan yig'inda yana chet elga chiqib qaytib kirib o'zini oshkorlamaganlar o'zini oshkorlasa kengchilikka erishadiganligi, agar o'zligidan o'zini oshkorlamay pash bo'lib qolsa qattiq bartaraf qilinadiganligi haqida tahdid silingan. Qitimliq fazilatli xonim-qizlar yig'ilishi o'tkazildi. 23-sentabr Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limining mas'uli Munavvar xonimning tashkillashi bilan Ma'arif jamiyatining markazi chopidagi yig'in zalida 10-qitimliq fazilatli xonim-qizlar yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishga Istanbulda yashayotgan 100 ga yaqin xonim-qizlar qatnashdi. Yig'ilishda xalqaro Sharqiy Turkiston davosini axborot va media shirkatida ishlayotgan Fatim Nur Shehin dunyoga qandoq anglatish, Sharqiy Turkiston xalqi beshidan o'tkazayotgan zulm va qirg'inchiliklarga dunyo xalqining diqqatini qandoq qilganda markazlashtirgili bo'ladi degan temada leksiya so'zladi. Yig'ilishda xonim-qizlar o'zlari sahnalashtirgan muhojiratdagi bir qism turmush qiyinchiliklar asosiy mazmun qilingan mikro teatr o'rinlanib, qatnashuvchilarni ta'sirlantirdi hamda vatanni seg'inish temasidagi she'rlar deklamatsiya qilinib, yig'in kayfiyatini yuksak pallaga ko'tardi.